Kirpishli dom 2 xonali 49500 ga. Arziydimi yo'qmi? Zolotoy etaj 77-sera 2-qavatda joylashgan. Vokzal parkning eshigiga mana shu qadamim bilan 150 qadamda vokzal parkining oldiga boraman. Mana shu Zolotoy etaj kirpishli domimiz yangi remont qilgan. Yangi remontdan keyin hech kim kirib 1 minut ham yotib turmagan. Yoki kattagina zal, ukrainskiy pechkasi bor. Mana shu tashqari taraf eshikdan ko'rsatamiz. Tashqari taraf eshik kiraverish, mana chap qo'limizda sanuzat bo'ladi. To'g'rimizda kattalar uchun yotoqxona spalni bo'ladi. Trezasi bor. Eng qizig'i har bitta xonasiga trezasi bor, bez bo'lib, do'xpani divanni qo'yib bemalol yotsa bo'ladi. Ana endi bu taraf garderob zonasiga akamiz gap bo'lishi mumkin emas. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni. Juda kattagina bemalol o'tirib yeydigan joyi bor va bu yerda kuxnichasi bor. Gaz o'chiruvchi, svet o'chiruvchi hammasi ulangan tayyor. 49500 yana ozgina sun'atiga muvofiq savdosi ham bor. 49000 pulim yo'q, 20000, 25000 pulim bor deganlar uchun buni ham iloji bor. Ipoteka qilib beraman. Vanasi juda ham kattagina. Pastdan nomer qoldiraman, so'rashni aloqa chiqinglar, chunki 1 soatda bu ham sotilib ketadi.